Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz hozir optimchi narxlarda qo'ylarni sotadigan akamizning joylariga kelganmiz. Bularni narxlari necha puldan bo'lyapti? Tug'aydigani bormi yo'qmi, qo'chqor bormi? Ular haqida to'liq ma'lumot beramiz. Aka, bu qo'ylarning zoti qanaqa aka? Tojikiston toza hisorilari. Tojikiston hisorilari. Qo'chqor qo'zilar. Qo'chqor qo'zilar. Bular necha puldan necha pulgacha aka? Bular 3,5 milliondan 5 milliongacha. 3,5 milliondan 5 million so'mgacha. Toza hisori qo'zilar. Bular enadan ajragan, hammasi. Enadan ajragan. Qanjoningizga javob. Bir hafta 10 kun sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi. Ana ko'rib turibsizlar, tiniq. Tojikiston toza hisori qo'zilari. Yemladi, yeyishyapti ana. Yeyishi, ichishi hamma yo'g'iga javob. Yeb ichishiga javob. Buni endi olgandan keyin shaharda, sharoitda, uyni ichida qo'yib yubormasdan boqsa bo'ladimi? Bo'ladi. Vaqtida ovqatini berib, vaqtida suvni berib tursa boqsa bo'ladi. Boqsa bo'ladi. Ko'rsizlar, bitta qo'chqori ham bor. Bitta qarov parvarish kerak xolos. Bitta mehr berib boqsa, xudo xolasa hamma joyda bo'laveradi. Joy tanlamaydi. Joy tanlamaydi. Mehr berish kerak. Faqat vaqtida ovqat suvni vaqtida berish kerak xolos. Videolarimiz yo'q. Xudo xolasa qo'ylar bexijolat. Qanijoni, hamma yo'g'i sorti, hamma yo'g'iga javob beramiz. Bularni boshqa viloyatlardan oladiganlarga dastlabkalari qanaqa aka? Dastlabkalarni qilib beramiz. Kelishilgan holdami? Xolasi kelishilgan holda. Xolasi qilib berilsa, dastlabkasini ham qilib beraveramiz. Shunday qilib berasizlar. Qilib beraveramiz. Mana akalar, ko'rishmayman mumkin. Hozir Tojikistonning qo'ylari ekan akalar. Bular endi bo'g'oz qo'ylar, bari. Bo'g'oz qo'y hammasi. Bari bo'g'oz qo'ylar bular. Hammasi bo'g'oz qo'ylar akalar, ko'rishlaring mumkin. Sog'lom, tanajoni sog'lom qo'ylar. Yeb ichish hamma yo'g'iga javob beramiz. To'qlilari ham bor, 2 yashar, 4 yashardan qo'ylar. Endi buni mashhur turishini olaman deganiga narxlarini o'tib berasizmi aka? Narxida o'tib beramiz. 6 milliondan deyapmiz. Shu turishni olaman deganga o'tib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bir qo'l olaman deganga narxlarini o'tib berishgan akalarimiz. Ana ko'rishlaring mumkin, hammasi qonunda bolalari bor. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar. Bo'g'oz qo'ylar. Endi e'tibor bermayapman, men blogerlik sohasida yangiman, bolasi bor deyapti. O'zi sizlar qo'y boqadiganlar, cho'ponlar tilida bo'g'ozliklar. Bo'g'ozligiga kafolat. Yeb ichishiga bir hafta 10 kun sinab olishaveradi. Bir hafta 10 kun sinab olishlariga qo'yib nima qilar ekan akalarimiz, ko'ryapsizlar. Sog'lom. Qo'ylarimiz hamma yo'g'i tanijoni, hamma yo'g'i joyida. Bularga endi yemni nima berib boqiladi aka? Bularga makka, somon teritib, makka aralashtirib beda berishadi. Makka, somon terib, beda. Shuni beri aralashtirib berishadi. Sho'rxa somon teritib aralashtirib makkasini solib boqishaveradi. Xudo xolasa qo'ylar bexijolat. Mana ko'ryapsizlar, qo'ylarni qaranglar, maşalloh. Hozir mana shu qo'ylar hozir ham qisir bo'lsa, mesela 50 kilodan ortib keladi mana shu qo'ylar. Bularchi aka? Bularni boladan ajragan. Bular boladan ajraganlar. Bular boladan ajragan. Bular ham Tojikistondan kelgan qo'ylar hammasi. Bular esa bola boqayotgan qo'y. Qanijoniga, hamma yo'g'iga javob bularni ham. Bularni junlarini bir yilda necha marta olinar aka? Bularni junlar bir yilda bir marta olinadi. Yaxshi boqsa olmay ham qo'yaveradi. Yaxshi boqsa olmay. Yaxshi boqsa olmay qo'yadi, o'zi to'kaveradi bular. Bu hali yozda issig'ida o'zi to'kaveradi. Mana o'zi to'kib yuborgan o'zi. O'zi to'kilgani shuna holat. Tashdan. Ana. Ana akalarimiz mashq qo'ydi. Yungini olib olishdi. Kimga qo'ylar, qo'zilar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirganmiz. Like bosib obuna bo'lib ketishingiz bundan tashqari chorvador do'stlarga tashab qo'yinglar. Vaqtida yemini berib tursa, xudo xolasa o'zlari jun to'kib, o'zlari o'nalaveradi bular. Tanijoni hamma yo'g'iga javob. Dorikoli bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar, chiroyli holatda dorikorlarni qilingan yer ichishga javob berishadi. Manzilimiz Devodi
oldida mana Devosida ham Delen tomonga yurganlaringda chap qo'l, o'ng qo'llaringda birinchi do'kon Bahrin tomondan kelayotganlaringda chap qo'llaringda keladi. Devosida ga yetmasdan mana akalarimiz bilan qoldiramiz, ko'ryapsizlar. Har xil turdilari. O'zi bislam qo'chqor. Bundan tashqari qo'chqor olaman deganlarga qo'chqorlar ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Qo'yni qaysi turi borki? Xohlagan turini aytsa qilib beraveramiz. Mana ko'ryapsiz. Har xil turlaridan bor. Qo'zi deydim, qo'chqor, bo'g'oz, soliq farqi yo'q. Istagan turlaringdan qilib berishgan akalarimiz. Bu qo'yxonani qilib boqishni oyoq tagini nima qilish kerak qo'ydikin aka? Oyoq tagini pol qilish kerak. Iloji bo'lsa pol qilish kerak. Iloji bo'lsa pol qilish kerak. Ular polni qilib, sal yerdancha balandlab ko'tarib qo'ysa, xudo xolasa bexijolat bo'ladi. Qaychilib bo'lmaydi. Qaychilib bo'lmaydi. O'zi sidigi pastga tushib ketaveradi. Go'ngini shipirib olaveradi. Oson bo'ladi. Go'ngini shipirib tozalab olaveradi. Uni holatda akalarimiz qilib berishgan qo'yiladi. Har xil turlaridan bor. Bitta hashaychi qo'ylar bas, hammasi Tojikistondan kelgan zotdor qo'ylar. Mana ko'ryapsizlar. Birinchi, ikkinchi qoringa ko'pi. U nima degani aka? Sari qo'ylar, birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Bular. Mashina birinchi qoringa bo'g'oz. Bular ikkinchi qoringa. Bu birinchi, ikkinchi tug'ishi degani endi. Birinchi, ikkinchi. Bular mashina birinchi tug'ishi. Mana ularni ko'rishlar mumkin. Bularni mana birinchi tug'ishi ekan, nari kattalarni ikkinchi tug'ishi ekan. Bularning ichida juft tuqqanlari ham bo'lsa kerak aka. Juft tuqqanlari bor edi. Bolalarni ajratib olganmiz. Ajratib olgansizlar, orasida bor ham. Bor, orasida bor. Ko'rib turibsizlar mana. Har xil turlaridan bor. Bexijolat kelaverasizlar. Akalarimiz bir haftaga boqib olishga netishga garantiya berishyapti. Yev ichishiga javob berishyapti. Dori ukollari. Sveti bormi? Chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Yo'qmi? Endi bularga ani bo'rka berishadi-yu, u bo'lmaydimi aka? Yo'q, bo'rka iloji boricha bo'rka bermaslik kerak. Bermaslik kerakmi bu qo'yga? Bo'rka endi xom pishib qoladi. Qo'yni ichini oshqozonni qiynaydi. Qo'yni oshqozonini qiynab qo'yadi. Bularga o'sha somon, sho'rqa, kepay, ichiga kunjara aralashtirib makka qo'shib beraveradi. Ko'ryapsizlar. Yeb xudo xolasa o'rnalaveradi qo'ylar. Vaksinalari hamma yo'q bo'lgan. Vaksinalari qilib qo'yilgan ekan akalar. 12 ta viloyatga dastavkalari kelishilgan holda telefonlari aytganlarini, tanlaganlarini sizlarga dastavka qilib chiqarib yuborishadi akalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Chiroyli holatda zotin olaman deganlarga mana bo'g'ozlari ham bor. Mana kichkina bolalari ham bor. Enadan ajragan bolalari, qo'chqorchali ham qo'chqor, sog'lomsali ham sog'liqlari bor. Chiroyli holatda turibdi. Kimga qo'ylar kerak bo'lsa, telefon qilib aloqa etib ko'rasizlar. Aka rahmat, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling.